kech bo'lishiga qaramasdan katta ustaligi proyekt kelganligi uchun akalarni oldiga kelganmiz. Nusrat akam, assalomu alaykum. Zafar akam, assalomu alaykum. Assalom. 25 yillik opitga egali, ustoz shogird. Bugun mana bu proyektni bitirishgan ekan. Katta mashinani yaxshi ko'radiganlar uchun eng yoqimli mashina-da, aka. Bu Shogodasiga hozir men informatsiya o'qidim. 4 sekundda 100 ga chiqar ekan. Ajoyib ekan bor. 3700 kilogramm ekan. 3,5 tonna plus 200 kilogramm. Bashi og'ir ekan, lekin aka zo'r tortar ekan. Yevropada ham, Amerikada ham buni rosa yaxshi ko'rar ekan. Aka, bunga zaruriy ishlardan bittasi nima deb o'ylaymiz endi shu holatiga? Nimaga sizga kelgan bu? Polni, broni, plyonka bilan qopladi mashinani. Xizmatga garantiya bor. Inshaalloh xizmatda o'z garantiyamiz o'zimizda mana. 2026-yil ham yildan-yilga ranglar o'zgaradi-yu. Misol uchun o'tgan yili oranjli L9 saloni moda bo'ldi. Undan oldin Tiffany bo'luvdi. Endi 2026-yil statistika bo'yicha mana shu rang trendga chiqish ehtimoli bor. Baraka bersin. Keladi-yu. Shunda bo'lib olamiz. Chekirlab oladi, kimdir ikkita eshik, kimdir o'zini ishini. Shu bilan bitib ketadi. Nechta bola ishlaydi bitta mashinada? Bitta mashinada bir 8 ta odam ishlaydi, 8 ta. Sifatga ikkalovilar javob. Unikda akam, bu yoqda Nusrat akam. O'zini yo'qotmaydi. Eng zo'ri bo'lgan. Bitta mana shunaqa mashinani olgan odamni qo'ynini olib, mashinasi ehtiyot bo'lishini eng yaxshi sabablaridan bittasini qildinglar.